Mana do'stlar, bugungi chislov 2025-yil 28-aprel sanasiga may oyida pishadigan bahor gilosi deyiladi. Mayski deyishadi ham, bahor. Lekin bugun aprelda pishdi. Sabab bu yoqda ko'rsating. Bu Adir rayon hisoblanadi. Ertasi erta zonalar degani xuddi mana shu yerga aytiladi. Lekin Adir past zonalarda hali bu giloslar endi rang olishni boshlagan. Bu giloslarni ertasi erta, ya'ni Adirlik yoki bo'lmasam Surxondaryo hududlariga eksalaring, xuddi mana shunaqa effekt olasizlar. Gilos bahor gilos nomi bilan tanilgan mayski gilos bo'ladi. E'tibor berib ko'rishlaringiz mumkin. Juda ham chiroyli, birinchi teriladigan gilos navi hisoblanadi. Do'stlar, kalibrovkada o'lchab sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Yana 30 kalibrda bemalol ishlov beryapti mana. 30 kalibr mana. 28+30 kalibrda teriladigan gilos navi hisoblanadi. Do'stlar, buni kuzgi mavsum uchun ko'chatlardan yetishtirib qo'yganmiz. Zakaz qilish uchun 94lik 139 33 39 telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib zakaz qilasizlar. Bu hozir Rossiyaga eksport bo'lyapti. Korobkani og'irligi 2 kilo bo'ladi. 1 kilo 700, 1 kilo 600. Korobkani og'ir, korobkadan tashqari toza yukni kilosi bo'ladi. Buning ichiga 180 dona gilos sig'adi. Har bitta gilos 8 gram, 7 gram atrofida bo'ladi. Do'stlar, giloslarga bittadan like bosamiz, podpisatsiya bo'lib qo'ying. Bundan keyingi video bundan-da qiziq bo'ladi. Ma'lumot juda ham kuchli bo'ladi. Gilos payvandagi bunaqa joylarda achchiq gilosda emas, cheremuxa yoki Mogilovka yoki maksimum 14 da qilinsa juda ham zo'r effekt beradi. Chunki bu zonalarda suv kam, issiq zonalar bo'ladi. Xuddi shunaqa zonalarda faqat erta chiqadi xolos. 28-aprel sanasiga giloslarga like bosish esdan chiqmasin. Mehnatlarga bittadan like bosib qo'yamiz. Opalarga rahmat. Bizni kuzatishda davom etasiz do'stlar. Bundan keyingi video bundan-da qiziq bo'ladi. Salomat bo'lasizlar.